Assalomu alaykum. Mana biz Mayovkaga chiqdik sinfdoshlar bilan. Go'zal tabiat, hamma joy mana tog' bilan o'ralgan. Ertalab 8 dan kelib, hozir mana joyimizga joylashyapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz Mayovkasini ta'sirotlarini sizlarga ko'rsatib boramiz. Aziz do'stlar, mana Mayovka qiladigan, o'tiradigan joyimiz. Mana qorni suvi oqib turibdi. Mana buloq suvi mazza qilib. Dam oladigan joyimiz mana shu. Şey pomidor bormadi? Paketda bor. Yana nima qilasiz? Mayda bilan. Ya mayda o'sha. Yo'q, bunga tashib o'tirdi. Hay. Buni hozir olib kerak. Umar mana bu yerdan kelib, shudan olib, qisqa qisqa, chakda montaj qilib tashlagan, shudan. Tarafini yopmasak bo'lmaydi, to'g'ri turayotgan tarafini. Tamam. Qanday bo'ladi? Qara, demoqchi bo'lganim. Surlilar mana. Mayli, mana. Mana. Qani qo'ying. Mana. Qani oldik, qani urdik. Yigitlar, davay. Davay. O'rtaga qo'y. Hammani qo'liga. Mana. Ham qo'ying. Olaman. Ha, amin sana başlayı olsun. Cihazları kabul olsun. Ha, hormayınlar bo'lmadi. Salomat bo'ling. Bo'sdiga. Qani jarayon. Ha. Domlaga ham qo'ying. Endi qanday bo'ladi bu odam? Shmaysa просто soqolingizni mana namroq olasiz. Ha. Kechakilar joyini bossin deb urib yoring. Mayli. Ha. Bobaga tepib qo'yinglar. Ha. Tepib bo'lmadi. Endi o'zing ham qo'y. Bir an'ana bor-da. Hali o'y degasi Ha, mana nima deydi? Uzoq kutilgan murosadan keyin, uzoq janjallardan keyin oxir bir to'xtamay kelib, mana finalga chiqib qolgan bolalar keldi bu yerga. Qolganlar ishda ketish Shavkat to'ppa-to'g'ri yozdik. Hali bekorchilar boryapti, Mayovkaga dedik, keyin hammamizni tashladik. ishlamaydi. Ha, davlat nima deydi? Ish deymiz. Ish bizdan ham bo'lib kelgan, bizdan keyin ham bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz uchun ham yashaylik. Mana unda bu kunlar g'animat hammasi, do'stlar. Mana priroda mana Hozir mana tog'larga chiqamiz, boshqa qilamiz. Nima deymiz? Nima deymiz? Mayli, ko'p odamning soni ko'pligida emas, qayerda bo'lsak ham nima mehr oqibatimiz, nima ko'nglimiz birimizga yaqin bo'lsin. Sog' bo'linglar. Jali. Ura! Goka! Salut! Короче, bunlar naradakilar o'zini aytgan, Akmal aytganda kimniz komandirsin deganda. Telefon ko'rmayman. Yo'q, endi shuncha yildan beri chiqmasa Kecha Sherzod bilan gaplashib. O'chiraverdik. Bilyapti.